Nima deyapti? Qolamiz bolalarga. Qolamiz emas. Olamiz. Olurmang, qolasiz. Yo'q. Assalomu alaykum. Bolalardan shunaqa mehrcha olamiz. Ha, shunaqa. Ha? Yanchga yordamchilaydigan Ha, olamiz. Buni siz o'zi oilangiz chiqarib qo'yganmisiz? Yo'q, bolalar qilishgan o'zlari. Demak, meni yaxshi ko'rarkansiz. O'rnida aytyapti. Yurakda chiqartamiz. Aslida shunaqaman. Mudi. Xotini bitta yomon tarafini aytib qo'yaymi? Ayting. Ochiqchasiga. Подписка, лайk bosish esdan chiqmasin. Подписка, лайk bosish esdan chiqmasin. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishni xohlasangiz, pastda o'zingiz haqingizda ma'lumot yozib qoldiring. Hammadan vaqtli kelish kerak emasmi, bog'cha opa? Sizga Assalomu alaykum. Xayrli kun barchaga. Bugungi kunimiz, ish kunimiz boshlandi. Bugun men bilan sizlar. Bo'ldi, men kiyimimni almashtirib olay. Birinchi kelib, xonani havosini almashtiramiz. Uxlamasini qilamiz. Suratini har bitta bolani o'lchab qolib, uslub bo'yicha yozib boramiz. Bugun 7-aprel. Bolalarga yanada rivojlanishi uchun yangi o'yinchoqlar olib keldik. Turish yasash bo'yicha qo'l motorikalari rivojlanadi. Ertaga yetkazib oling, xavfman. Bor. Bilasiz. avvalga nisbatan o'yinchoqlar ko'payganmi? Ha, bolalar bilan biz Koreya tizimiga xudo xolasa o'tmoqchimiz. Charchamayapsizmi? Biza Dilora opam kun tartibini olmoqchi biza. Yanchgalangan bo'lasiz. A? Yanchga yordamchilaydigan bo'lasiz. Ha, olamiz. Har kuni kelib, quruvchimiz yo'qligi uchun hovli supuramiz. Tozalikka juda ham e'tibor beramiz. Adogoniklarni artib qo'yamiz. Hamma joyni xillor bilan artib chiqamiz. Dilora opa, sizga sherik sifatida qanaqa insonlar? Juda ham ajoyib. Har taraflama havas qilsa, arziydigan inson. Juda ham havas qilaman ayolga, dugonamga. Mehribon ona, mehribon ustoz, mehribon tarbiyachi. Gap yo'q. Yaxshimi? Ishdan ketib qolgisi keladimi, yo'qmi? Ketib qolishimga aslo o'tishga sabab emas. Ishchanligingizni olishim kerak-ku. Aminimi? Ha. Kremga chiqarasizmi? Ha. Kasbingiz yoqadimi, yo'qmi, Dilora opa? Yoqadi. Hozirgi tizimda tun bo'yi xohish bilan, chunki bolalarni nima yasashi, nima o'zlari nimadir ixtiro qilishi juda ham qiziq hisoblanadi. Nima qilisharmikan? Bolalar bilan qo'l berib kamdan-kam tarbiya so'rashadi. Nimaga? Chunki ertalabda men bolalardan energiya olaman. Hamda do'stona munosabat bildiradi men uchun. Nima deysiz? Nima bor u yerda? Biz
mahsulotlarimiz bor, gulzorimiz bor. Bor. Pomidor, rayhon. Pomidor ekdingizmi rostdan? Pomidor, rayhon. Ana, bolgarskiyda. Yo'q. Nima qilasizlar? Buni Banka yopasizlar. banka yapamiz. Siz kelsangiz mehmon qilamiz. Galpuska beramiz, masalan. Buni ana shu xotinlar siz bilan qiziq bo'lmayapti. Shu xotin bilan olaman endi. Tamam. Sizga ham savol berdim. Bu bolalar bilan ekkanmisizlar buni? Bolalar bilan ekkanmiz, gullar. Hammasini birgalikda. Zo'r. Bu bolalar uchun uzoq muddatli kuzatishga kiradi. Tabiat burchagiga. Aha. Kuzata bo'ladi. Ishingizdan rozimisiz endi? Endi roziman. Men bu xotinning bitta yomon tarafini aytib qo'yaymi? Ayting. Ochiqchasiga. Men to'yxonaga kelsangiz ham qisilib ketadi. Nimaga? Ketsammi, kiysammi? Kiymasa yuragim qisilib ketadi. Nima unaqa qilasiz? Yer tarbiyachilar xonasi ishim bo'ladida, o'sha bajarib Bir narsalar chiqarib kelish ketganda yuragim qisilib ketadi balki men. qolishimni o'ylab endi. Qo'rqib aytyapti. Yurakda chiqyapti hammasi. Qaysi duolaringizni so'rab olgansiz? Xudoga shukr, hamma tarbiya yordamchilarim zo'r. Yordamchi. O'zimga yordam berishadi. Har doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab. Bundan oldin ham bitta yordamchingiz bor edi. U ham Baxtinso. Baxtinisaga salom. Salom. Albatta bu videoni ko'radi. Yaxshi edi. Hamma kelgan yordamchilar hammasi yaxshi. Birma-bir men bilan bolalarga qarashib, har doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab ishlab kelganmiz. Mana sizlarni bog'chalarga havasim keladi. Ko'p harakat qildim. Kirishga, diplom to'g'ri kelmasga. Yaxshi. Bog'chalar haqiqatan juda ahil. Ahilmiz, xudoga shukr. Yaxshi bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib, har doim ishlab kelganmiz. Hamma xarakteri yaxshi, o'ziga yarasha. Qovun janoblari. Men bilan ham o'ynamoqchimisiz? Kim o'rgatgan o'zi sizlarga? Kim o'rgatgan? Men o'zim o'rganib ketaman. Sen o'zing o'rganganmisan? Молодец ekan. Bog'chapam deydi, hech bo'lmasa. Sizlarga kim o'rgatgan? Kim yutyapti? Kim manda? Abdurahmonmi? Abdurahmon, sen kim o'rgatgan? Akamlar o'rgatgan. Aha. Siz nima qilgansiz o'sha paytda? O'ynab beraman bolalar bilan yana. Bolalar kuzatish vaqtida bolalar bilan o'ynadim. Yutgan bolalarni bir-biri bilan saralangan holda. Ular meni yutishdi. Bolalar bilan o'ynagandim. Abdurahmon yutdi meni. Bitta bolam kelmagan Bilol yutdi. Juda ham zo'r o'ynashadi. Это мне? Ой, спасибо большое. Kutib qolamizmi? Olam. Olurmang, stop qilasizmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Bolalardan shunaqa mehrcha olamiz. Shunaqa. Yasha keldi. Oshxonadagilar oshpazlar ichiga mehr solib bergan. Bolalar zaqim qilishadi. O'zim mana shuni kitob yechmayapti. Bu ishlarni kim solib berish kerak o'zi asli? Buni oshxonadagilar oshpazlar. Bolalarga kim solib berish kerak? Yashanimi? Gruppada tarbiyachi. Tarbiyachi, ovqat. Ovqatni olib beramiz. Hali vaqtimiz bor. Bolalarni kutib olishimiz kerak. Assalomu alaykum. Demoqsizmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Qanaqa boshlandi? Yomg'irli. Hayajonlanmang. Gapiravering. Dilara Rahimovnani ish sifatida qanaqa ko'rasiz? Ish sifatidami? Tanuvchan, o'z ustida ishlaydigan, yangiliklar yaratishni yaxshi ko'radigan, ishini sevadigan inson deb bilaman. Bu kasb o'zingizdan yaxshi ko'rasizmi yo'qmi? Yaxshi ko'raman. Nima uchun tanlagansiz? Bolalarni yaxshi ko'rganim uchun. Bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Qanaqa bo'lgan tanlash?
Onam sababchi bo'lgan, oyim tarbiyachi bo'lganlar, havas qilardim. Men ham shu yo'nalishga tanlashdim. Farzandlaringizdan birontasi shu kasbni tanlashga rozimisiz? Yo'q. Nimaga? Farzandlarim bu kasbini tanlashga rozi bo'lmasligim sababi o'zini farzandiga vaqt ajrata olmaydi. Shu sabab. Sog' bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Gapirolmay ekanman kamera bo'lsa. Qildirmoqchimiz. Bu jarayon endi gigiyena qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Iltimos siz ham chiqib tursangiz. Aslida shunaqaman. Veseloyman. Yaqinroqqa keling. Orqa chiroyli tushyaptimi? Gullar. Chotki. Xo'p, endi siz bilan boshdan tanishamiz. Men bu kishini taniyman. Biza domdagi qo'shnim, meni yaqin o'rtog'im Dilora Rahimovna. Bog'cha tili bilan aytganda, meni tilim bilan aytganda Dilora opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Men Dilora Rahimovna. Familiyam aytishim shartmas. Bog'cha tarbiyachisiman. Chilonzor tumani 284-bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlayman. 5 yildan beri tarbiyachiman. Siz sal bu yoqqa o'tiring. A? Yo'q, kerak emas. Ana shuni o'tiring, ana shu. Siz rozimisiz ishingizga? Baxtliman shunda. Rahmat. Shu dunyoga kelganday va hayolimda juda sevaman. Kim yutyapti Dilora opa? Mana. Guruh bilan almashib yozilgan edi. Men sizni zavishingizdan alohida intervyu qilib, siz haqingizda ma'lumot olaman. Zamira Erkinovna, sizga savol. Shu ishdan haydagisi kelgan paytlari bo'lganmi, yo'qmi? Yo'q. ishdan haydagisi kelgan paytlar bo'lganmi? Nima minuslari bor? Biz minuslar borligiga qiziqyapmiz. Minuslariga qiziqyapsizlar? Bir qarasangiz javobgar, anaqa hamma narsaga g'ayrat bilan yopishadi. Bir qarasangiz soni pastga oqib ketib qoladi-da, shu xarakteri bor. Bir tekisda tepaga qarab chiqib ketmaydi. Men shunaqasiga yuradi. Lekin yaxshi ответственности bor. Ishonaman. Xarakterlariga gap yo'q. Rahmat. Birinchi marta eshitdim Zamirov. Ketdi xayr. Mana siz o'z oilangiz chiqarib qo'yganmisiz? Yo'q, bolalar tanishgan o'zlari. To'xtang, bu almashib qolgan ekan. Sizda kun tartibi qanaqa? Mendami? Ishingizdan rozimisiz? Roziman shunda. Chaqqon bo'lish kerak tarbiyachilar. Chaqqon bo'lish kerak. Farida opa. Mana bizdan haqiqiy kun tartibi. Bolalarni ro'yxatdan o'tkazyapmiz bitta. Face ID. Farida opa, mana buni gruppasi almashib qolgan ekan kun tartibimizda. 2 kichikni berib olishibdi. Siz meniki uni berasizmi? Sizga berildimi? Muqosim unda sizda. Menikini berasiz. Ishimni qilishda davom etaman. Koridorda men aytmasam boshqa gruppadagilar Nima deysiz? Sovqatmadingizmi mabodo? Yo'q. Necha yildan beri taniymiz bir-birimizni? 8 yil. 8 yil bo'lib qoldi. Tarbiyachi bo'lib ishlayotganimga 5 yil bo'ldi. Bu kasbga qanaqa kirib qolgansiz? Bir tarix desam bo'ladi buni. Tarbiyachi bo'lib asosan ishlashimdan maqsad bolaligimda bolalar pediatr bo'lishni orzu qilganman. Nimaga bo'lmagan? Taqdir taqozosi bilan institutga kira olmaganman, harakat qilganman. Yomg'ir. Ana gaplarim tasdiqlayapti.
Bu sizni ko'z yoshlaringizdir balki. Ha, balki. 4 yil institutga topshirdim, lekin kirolmadim medinstitutga. Mayli, bu ham yaxshilikka. Afsuslanasizmi? Bo'lgisi keladimi yana? Bolalar Ha. pediatri. Ha. Bo'lgisi keladimi? Bo'lgim keladi. Aha. Kirolmadingiz keyin. Kirolmadim. Keyin qiz bolani taqdiri turmushga berish. Turmush qurdim. O'zimda Xudoga shukr, Allohga shukr 3 ta farzandim bor. Ketma-ket dunyoga keltirdim. O'zi asli soham bu sohaga umuman yot soha. Stomatolog texnik hisoblanaman. Kasallarga protez yasab berardim. Qizlik vaqtim ishlaganman, 3 yillar ishlaganman. Ko'p narsa 8 yilga borib taqalar ekan. Siz bilan tanishganimga ham 8 yil bo'lgan bo'lsa, uyda o'tirgan vaqtim 8 yilga taqalar. Aha. 8 yil uyda o'tirdim, bolalar tarbiyasi bilan shug'ullandim, ularni katta qildim. Dekret mobayni endi keyin oxiri ishlash xohishi tug'ildi. Bonuni bolasiga albatta uyda o'tirgan vaqtim qaradim. Bekor o'tirmadim uyda. Bekor o'tirganim yo'q. O'sha soha tanish bo'lganim uchun ekan. Qara. Ha, yuribdi-da. Bular qayerga ketyapti bular? Gruppalarga, logopeddan kelishadi. Logoped, psixologdan. Xonalari naryoqda. O'tirish, qandaydir men nimagadir o'sish, rivojlanishni xohladim, ishlashni xohladim o'zim ustimda. Keyin ish izlay boshladim. Shu bog'chadan, Chilonzordagi eng yaxshi bog'chadan ish topdim. O'tinglar. O'tib ketaveringlar. Anasini qara. Bechora kichkina ustiga osilib olding-ku. Qo'y o'zi zo'rg'a yuribdi. Birinchi tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishga kirganman. Hozirda tarbiyachiman. Yangi tizim bo'yicha ishlab kelyapman. Koreyani yangi tizim bo'yicha bolalar erkin o'yin faoliyati bo'yicha, ularni rivojlanishi bo'yicha ishlab kelyapman. O'sha pediatrlikda xohlaganim, pediatr bo'lish xohlaganim meni tarbiyachilikkacha olib keldi. Bu yerda eplash, umuman yot sohaga kirib kelganim uchun bolalarga qarash qiyin bo'lgan, mas'uliyati bor, chunki buni qo'rqganman. Hozir yo'q, jahdim bilan ishlayman, ko'rib turganinglar bilan. Maroq уже dam olaman bu sohadan endi. Shuni o'ynaysan? Shoxsani qo'shinglar, shoxsa mashina yaxshi ko'radi-yu. Siz nimalar bilan mashg'ulsiz? Xlor. Mesestramiz xlor olib kelib, har kuni yangilab sanasini qo'yib qo'yamiz. Idishlarni xlorlab yuvish uchun, stullarni ustini xlorlab artish uchun. Har kuni qilasizmi? Ha, rakvinani ustidan har kuni xlor bilan artish uchun xlorlar yangilaymiz. Sanasini yozib qo'yamiz. Nima o'ynayapsizlar sizlar? Oy. Oy o'ynayapsizlarmi? Kim oyisi? Sammi? Kim bolasi? Nima yo'limga kelib olgansiz? Nima deysiz menga? Olaverar ekanda endi video. Nima deysiz menga? Hozir Ishingiz nimadan iborat? Bolalarni kuzatishim kerak. Faqat kuzatishim kerak. Bo'lmasa men tinch qo'ying. Bolalar ixtirochi, yaratuvchi, o'shalarni kuzatishim kerak. Hozir obedgacha vaqtim shu bilan o'tadi. Bo'ldi, bo'lmasa men siz haqingizda ma'lumot yig'ib kelaman. Paka. Hamadi. Dilara Rahimovna kimga o'xshaydi? Matlu bobomga. Amina, Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Sizga. Mangami?
Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Oyimga o'xshaydi. Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Chiroyliga o'xshaydi. Abdurahmon, Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Bilmayman. Voy, uydagi sal Feruza opamga sal o'xshaydi. Bilay, Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Onamga. Dilara Rahimova kimga o'xshatasan? Dilara Rahimova kimga o'xshaydi? Sizga. Mangami? Bolalarni uxlashi kerak, sizlar boringlar. Hozir bizda chekchas, hamma bolalar uxlashyapti. Shu fursatdan foydalanib, ba'zi bir tarbiyachi o'rtoqlarimdan o'zim haqimda bilib olaman. Sizda ma'lumot so'rasangiz aytishadi o'ylaysizmi? Mayli, o'yin o'ynaymiz unda. Irodaxon bog'chamiz tarbiyachilari. Agar men yeyiladigan meva bo'lganimda, qaysi mevaga o'xshatgan bo'lardingiz? Bananga. Bananga deydi o'zi. Boshqasi yo'q. Qanday qayering bor? Bunday qarab. Ayo, men de beraman. Jo'njigingizni olib ko'rsatardim dedim. Banan bor edi. Kutmadi-da endi taom. Qadamingizga Hasan akani otlar. O'tingizsan apachi. Bu bular yaxshi, bular xonasi yaxshi. Shahlo, agar men yeyiladigan meva bo'lganimda, qaysi mevaga o'xshatgan bo'lardingiz? Banan. Bular kelishgan. Savolim hozir tug'ildi shekilli. Nima uchun banan? Chunki tashqi ko'rinishingiz, figurangiz Ta'min ayting. tamizmi? Tamizdan arzondan achchiq. Chunki siz bilan hech urushib qolmaganmiz, hech qattiq qo'llik qilmagansiz. Yangi ishga kelgan bo'lsam ham, juda ham shirin gapirmagansiz. O'rtacha. O'shaning uchun banan tamiz. Rahmat, xursandman. Zo'r javob bo'ldi. Rahmat. Endi tarbiyachilar xonasiga kiramiz. Bu vaqtda tarbiyachilar xonasida ishlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Ketdik. Farida opamlar bo'ladilar, tarbiyachilar. Bularga mantiqiy savolim. Farida opa, agar men yeyiladigan meva bo'lganimda qaysisiga o'xshatgan bo'lardingiz? Qo'qon gilosga. Chunki men qo'qon gilosni yaxshi ko'raman. Dumaloq qirsingan shirinda. Xursandman. Matlubaxon, agar men yeyiladigan meva bo'lganimda qaysi mevaga o'xshatgan bo'lardingiz? Olma, banan. Ko'p bozorda xaridor kerak. Yaxshi fikr. O'sha yerga keladi. Bog'chamiz sestralari. Sizga savolim, agar yeyiladigan meva bo'lganimda qaysi mevaga meni o'xshatgan bo'lardingiz? Olma. Nimaga? Olmani yaxshi ko'raman. Mana bir kunim sizlar bilan o'tdi. Sizlarga bu kunim yoqdi degan umiddaman. Sizlardan like va podpiska kutib qolaman.